Bugungi video obzorimiz biroz ajoyib bo'ladi. Joyiga emas, bu joyda lokatsiyasiga bog'liq. Nimaga desangiz, 2012-yil aynan shu joyda 3 yoki 4 oy davomida o'zim yashaganman. Voleybol bo'yicha ko'pchilik bilmasa kerak, kandidat master sportdaman va Umid nihollari sport o'yiniga tayyorgarlik ko'rish vaqtida Farg'ona viloyati sardori bo'lganman. Aynan mana shu 29-maktabda yashab, ustozlarning qo'lida tarbiyalanib, sport bilan shug'ullanib, Umid nihollari respublika o'yinlarida 2-o'rinda g'olib bo'lganmiz. Bugun aynan shu joyga keldim. 29-maktabning oldida, Marg'ilon shahar soy bo'yida oilaviy poliklinika, детский больницаning ko'chasida ortimda turgan 5 sotik yer maydoniga ega bo'lgan joy sotuvga qo'yilmoqda. Ushbu joylar anchagina obodonlashtirilibdi. Endi necha yil vaqt o'tdi shunda? 2026 bo'lsa 14 yil vaqt o'tibdi. 14 yil deganda aynan shu ko'chalarga yana qaytib kelibman. Mahallani ko'rishlaring mumkin. Ko'chalar betonlangan, yo'laklar qilingan. Mana bu yo'lni bo'yiga temirlar qo'yilgan xavfsizlik maqsadida. Suvlar oqib turibdi. Har ikki tomonda aynan mana shunday chiroyli sharoit yana ham obodonlashtirib berishadi ekan deyishdi. Aynan mana shu yo'lda oxiriga chiqsalaring poliklinika bo'ladi. Bu tomonimizda avtomobil ustaxonasining yonida, ya'ni katta yo'l bo'yidan 100 metr ichkari kirganingizda ortimda turgan aynan mana shu fasadi kroshka dirmidi, mayda toshlar bilan qilingan binoni ko'rishingiz mumkin. Fasadi uzun, bemalol ikkiga bo'lib turib yana bitta bino qurishlari mumkin. U yog'ini ichkarida nima sharoitlar bor ko'rsatamiz. Oldin ushbu joyimiz turar bo'lgan, hozir esa noturarga o'tkazilgan holatida. Bu yerda advokatura ko'rishlari mumkin. Notarius, kechirasizlar, notarius faoliyatini yuritib kelmoqda. Xo'p, zinadan chiqib kelamiz. Asosiy kirish joyimiz. Kirishingiz bilan katta zalni ko'rishingiz mumkin. Xohishlaringizga qarab siz ham noturar joy sifatida, ofis sifatida foydalaning yoki bo'lmasam dokumentlarni turarga o'tkazib o'zingizga moslab bitta remontlarni qilib olsangiz bormi, mazza qilib yashaydigan uy bo'ladi. Ushbu katta joyimizdan zal sifatida foydalanishingiz mumkin yoki ikkiga bo'lgan holda yana ikkita xona qilish imkoniyati bor. Koridor bo'ylab shundoqqina kirganingizda chap qo'lda boshlig'ida xonasi joylashgan, marhamat. Bu yerdagi mebel jihozlarni olib chiqib ketishadi. Kameralar, mana bu konditsionerlar qoladi. Bitta joyini aytib o'tib ketaman. Ushbu shkaf ortida bir tomonda shkaf, ikkinchi tomonida eshik yashiringan. Narigi tomonga xonaga kirganda buni albatta ko'rsataman. Mana bu yerda bitta xodimlar uchun xona joylashgan. Va aynan shu xonadan podvalga tushish eshigi bor. Biroz tartibsiz bo'lgani uchun ko'rsatmaymiz, lekin podvalning ham ancha patologlari baland. 5 ga 5 podval, ya'ni 25 kvadrat metrga yaqin bo'lgan podval joylashgan. Marhamat, oshxona bo'ldi. Oshxonamiz ham kengina. Eng so'nggi xonamiz esa yana bitta mehmonxona bo'ldi. Binoimiz to'liqligicha pishig'ishda qurilgan, pollari taxta qilingan ko'rishingiz mumkin. Nima desa bo'ladi? Remontlari urinib ketmagan, bemalol foydalansa bo'ladigan, lekin holatingizga qarab turib o'zingizga moslab bitta remont qilib olishingiz mumkin. Tomlariga plita yotqizilgan, bu degani ikkinchi qavatda ham bemalol ko'tarishingiz mumkin. Sirli xona deganimda shkaf ortida yashiringan aynan shu xona edi. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Shkafdan bemalol bu xonaga o'tib kelish mumkin. Agar hovli sifatida, yashash hovli sifatida foydalanaman desangiz, mehmonxona, hozir sanab o'tgan xonalarning sonini sizlarga aytib o'tmoqchiman. Mehmonxona, bitta kichkina xodimlar uchun xona, oshxonasi bor, boshliq xonasi va bitta katta zal. 5 xonadan iborat. Ya'ni agar narigi zalni ikkiga bo'lib yuboradigan bo'lsangiz, jami 6 ta xona bo'lar ekan. Endi hovli qismini ko'rib chiqamiz. Binoyimizda ushbu qismida sanuzel va vannalari joylashgan, ya'ni hojatxonalari remont talab holatda o'zingizga bemalol moslab olishingiz mumkin.
Oldinlari gaz bo'lgan paytida gaz kachol qilgandik deyishdi, orada keyin ko'mirga o'tkazdik deyishdi. Bu yil qishda elektr bilan, ya'ni konditsioner bilan isitib chiqardik deyishdi. Orada shu qish mavsumida 4 oyga yaqin muddat davomida gaz umuman bu hududda bo'lmas ekan. Bilasizlar, sizlarga obzorda boricha gapiramiz. Hali gaz yo'q joyda ham gaz bor deysizlar degan bir xil payt fikrlar bo'lib qopti. Yo'q, unaqa emas. Bor bo'lsa bor deymiz, yo'q bo'lsa yo'q deymiz. Endi bu nima desa bo'ladi? Aynan shunaqa joylarda. Umumiy maydon 5 sotik tashkil qiladigan ushbu joyimizda bino qismi 174 kvadrat metr maydonga ega. Bu tomonimizda esa kengina hovli qismini ko'rishingiz mumkin. Bu tomonga ham yana qo'shimcha binolar qurish mumkin. Yana bitta ushbu joyimizda plyusi desa bo'ladi. Shunaqgina hovlingizning ichida ariqlarda suvlar oqib turadi. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Katta soy hovlingiz tashqarisida bo'lsa, kichkina soy hovlingizning ichida joylashgan. Qishin yozin suv to'xtamasdan oqib turar ekan. Bu esa orqa mahalladan darvozani ko'rishingiz mumkin. Katta yo'l bo'yidan ustaxonadan 50 metr o'tganingizda o'zi bitta ko'cha kelar ekan. Aynan shu ko'chadan kirib kelsangiz, Qizil darvoza ushbu obzorimiz qilib turgan xonadonniki bo'ldi. Do'stlar, ushbu joyimizning egalari bizga birinchi o'rinda baholatishdi. Kelib ko'rdik. Mo'ljallari 120 ming, 125 ming atrofida edi. Lekin biz bozor holatini to'g'ri tushuntirgan holda baholab, anchagina narxini tushirib 105 ming dollarga baholab qo'ydik. Nima sababdan bunaqa narx? Qimmat ko'rinishi mumkin. Bu yerda o'zi yer deyarli yo'q, bo'lsa ham juda ham qimmat narxga sotiladi. Endi bunaqa mustahkam qurilgan bino bilan topish juda ham qiyin. Yana bitta plyusi buni fasadi uzunligi. Ya'ni ushbu darvozaxonadan mana bu yerdan bitta bo'lib turib, yana bitta kichkinaroq uchastka ham qursangiz bo'ladi. Shu sababdan 105 ming dollarga baholadik. Albatta kelishilgan, kelib ko'rib sizga ma'qul keladigan bo'lsa baraka qilishingiz mumkin. To'liq ma'lumotga ega bo'lib, egalar bilan bog'lanish uchun ekraningizdagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling. Manzilni yana bir bor tushuntirib o'taman. Marg'ilon shahrida 29-maktab ortimda joylashgan. O'ng tomonimda bolalar детский больница, ya'ni bolalar shifoxonasi, oilaviy poliklinika joylashgan. Lokatsiya topoviy, eng asosiysi soyda bo'yida, xonadoningiz ichida ariqlar ham oqib o'tgan. Ushbu videoni marg'ilonlik tanishlaringizga yuborib qo'ying. Tinch joydan ofis qilasizmi yoki aynan shunaqa lokatsiyadan sizga xonadon kerakmidi? Marhamat.